Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun kubik tenglamalar yoki ko'pincha darajali tenglamalarga doir masalalardan bir nechtasini ko'rib chiqishga harakat qilamiz. Masalan, bizga berilgan mana bu 574-misol. 574-misolda x kub minus 4x kvadrat minus x va plus 4 ko'rinishidagi tenglama berilgan. Bu kubik tenglamani ikki xil usul tashlasak bo'ladi. Birinchi ozod xatlaridan foydalanib yoki umumiy kubikni chiqarib. Mana bundan umumiy kubikni chiqarib olaman. X kvadrat x minus 4 bo'ladi. Mana bu ikkala juftlikdan minusni chiqarib olsam x minus 4 bo'ladi. Shunda yana umumiy ko'paytuvchi x minus 4. X minus 4 ni chiqaraman. X minus 4 chiqsa x kvadrat minus 1 tengmi? Bunda har bir ko'paytuvchini nolga tenglab tenglamamizni aniqlayman. X minus 4 teng nolga, x kvadrat minus 1 teng nolga. Shunda birinchi ildizi ma'lum bo'ldi 4 ga, ikkinchi va uchinchi ildizlari teng bo'lar ekan plus minus 1 ga. Tenglamamizda 3 ta ildiz bor. Demak, birin-ketin yechimlarni ko'rib borishga harakat qilamiz. Birinchisi edi